Qizlar, bu 22X apparati. Qaranglar, qanaqa ko'rinishda svetga teskari o'tiribdi. 22Ximiz. Bu o'zim ishlatadigan apparat. Buni 20 ta вспышкani birdaniga otsangiz bo'ladi. Juda ham chiroyli. Bularning sifati a'lo, prochniy apparatlar. Koreyada necha yildan beri koreyslarning o'zlari ishlatadigan brend. Zavodlarga borganman, bilasizlar. Shu yerda hamma narsasini ko'rib, ishonsa bo'ladigan brendligini bilganimdan keyin, polniy bularning sertifikatlarini ko'rganimdan keyin buni O'zbekistonga xarid qilganman. Bizda 100% originalnisi bo'ladi. Hech qanaqa podelka variantlari yo'q. Ofitsialni jo'natamiz, maza qilib olib ishlatinglar. Yosikani bu eng kompaktniy varianti. Bu ham juda ham zo'r. Qaranglar, qanaqa zo'r ishlab chiqarilgan. Bu koreyskiy originalniy apparatlar. Men zavod bilan ofitsialni ishlayman. Shuning uchun garantiyalarni 1 oy beraman. 1 oy ichida har qanday vaziyatda o'zimiz javob beramiz. 1 oydan keyin ham, 5-6 oydan keyin agar uyingizda, masalan, har xil vaziyatda kuydirib qo'ysangiz yoki noto'g'ri ishlatib buzib qo'yadigan bo'lsa, shunda ham servis xizmat qilib beramiz. Faqat o'zingiz yoningizdan Koreyaga olib keltirib, apparatingizni zavodga olib kelib, tuzattirib jo'natib berishimiz mumkin. Bunaqasi faqatgina ofitsialni ishlaydiganlarda bo'ladi. Agar masalan boshqa joylardan xarid qilsanglar, olib sotarlardan garantiya bo'lmaydi unaqa. Chunki biz aynan birinchi qo'l zavoddan olib beradigan O'zbekistonga yagona distributor hisoblanamiz. EOSika. Bu bizning eng zo'r apparatimiz. Bu bilan teridagi siyrak tuklarni, qalin tuklarni va qorayish, dog'larni ketkizsanglar bo'ladi. Bularni korobkalardan ham bilsanglar bo'ladi, qanaqa sifatdaligini. Bu hali hammasi emas. Korobkalarda ochilmaganlari ham juda ham ko'p. Bozor ochib olganman. Haligi TikTokda bilasizlar, onlayn efirlar qilib sotishadi. Men ham shunaqa qilsam ekan.